Eldor Bey ukaxonimiz keldi. O'yinda ishtirok etyapti. Bitta 50, bitta 100 dollar. Aralashtirib olyapmiz. Ayting raqam, qo'g'ri bola. Aytganingizdan keyin aralashtiramiz. Xo'p. Bu peshanangiz. Bitta 20. Aytavering, ben aralashtirib 20 bitta. Hop. Xo'p. Aytavering, ben aralashtirib olaman bu. Foydasi yo'q, uni qarab nima qilishingiz. U omadingizda u. Foydasi yo'q. 20 70. 20-70. Hattoki bu qarang. Yo'q, bu qarang. Mana men o'zini ham bilmayman. Tesiga qarab men sal ishlashilar bo'ladi. Mana azizlar men guvohlik berib beraman shu olmaganimizga. Mehmonga xudo xolasa. Chiroyli aralashtirib qo'ydim. 70. Bittasi 20 bo'ldi, bittasi 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 20 ga 20 ming so'm pul oldi akamiz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 da doldirish ketdi o'sha. 35, 36, 37, Qani pesha taqdir omad endi. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Wow. 70 da 70 ming. Bunisiga 70 da 70 ming omad. Uni haqiqiy omad. Mana pulni oldik 70